Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana o'sha Platerina tur mana shu holda mana. Bugun 17-iyun. Yozning 1-oyi. Mana o'rtoqlar, juda ham bir ser hosillar buchi. Shunisiga men tan berib qo'yaman. Mana shu holga kelib qoldim mana hozir. Rang kirishni boshladi. Sekin mana qizaryapti. O'rtoqlar mana. Juda zo'r shaftoli. Tiki yo'q. Qaranglarmi? Mana shu holda mana o'rtoqlar. Sekin juda ser hosil. Shunisiga men tan berib qo'yaman. 2 yoshli, 1 yoshlikda ham meva qilib tashladi ekan bu. Mana shunaqa bo'ldi hozirgi holat. Boshqa tomonlarni ham ko'rsatay. Bu meni o'zim xonadonimda bola chaqa yegani ekanman. Juda bir mazali. Shirinda bu mana. O'rtoqlar qaranglar. Mana shu bitta shoxni qaranglar, nechta bor mana. Mana qaranglar mana. 2 ta, 4 ta, 7 ta mana qaranglar, bitta shoxda mana. Nechta mevasi bor bu. Qaranglar mana. Mana 3 gacha mevada. Mana. Mana shu holatda. Mana ayrimlari mana qo'yib qo'yaman. Qanchaylar quyosh tomonga qaraganlari qizarishib, rang olishni boshlagan. Platerina tur mana. To'g'ri, mana qaranglar, turishini mana. Ajoyib. Mana. Mana pastlarida ham bor. Yerda pastga tegay deb turibdi. Mana qaranglar. To'g'ri. Qo'lni qaranglar. Mana endi qizaryapti sekin. Ancha yiriklashib qopti. Xudo xolasa 1 oyda pishadi. Mana qaranglar. Juda bir zo'r narx. Maza qilib yeydigan kishilar tavsiya beraman. Platerina tur. Mana qaranglar mana hosilni. Hamma yo'g'i shaftoli solargan mana. Mana shu holda mana. Quyosh tushgan joylari shunaqa rangga kirib qopti. Zo'r. Mana qaranglar mana. Juda bir ajoyibda. Yeyishlik. Ser hosil. Hammagilarni ser hosil. Bu hamma joyda meva qilaveradi, qaranglar mana. Mana. Juda ajoyibda. Ko'rinayotgan bo'lsa. Yaltillayapti, yaltillab mana qaranglar mana. Oltinga o'xshaydi bir chiroyli. Sekin qizarishni boshlayman. Mana shu yerlar quyosh tushmaydi mana, salqin. Shunda ham mana qizil rang kiryapti. Mana qaranglar. Yorilmaydi, juda kam yoriladi. Juda ham kam yorilmasligi. Mana qaranglar mana. Mana. Boshim yorilmaydi mana bu ishi. Chakana yomg'ir yoqqani yo'q, bu yilgi sezon yomg'irli keldi. Yorilmaydi. Mana qaranglar mana. O, tepada ham to'lib yotibdi mevalar. Mana e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etamiz.